Voy sekinroq. Muncha to'polon qilasizlar. Bo'ldi asalim. Akalari shunaqa-da to'polonchi. Obbo. Har kuni shu ahvol. Ey, sekinroq, ey! Sekinroq, ey! Voy. Assalomu alaykum dadasi. Yaxshi keldingiz. Qaramaysanmi? Va alaykum. Uxlatmaysan bolalarni? Voy. Endi uxlatmoqchi edim. Bolani ushlab turing. Aha. Hozir tezda ovqatingizni tayyorlab beraman, xo'p? Xo'p. O'tiring. Qalaysiz? Polvonim o'zimni, ha? Polvonim o'zimni. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Uchup. Hozir. Uxlamadingizmi? Meni toychog'im. Dadasi, choydan oling, bering bolani. Mana. Ana. Voy. Siz ovqatlanavering. Men bolalarni uxlatib chiqaman, xo'p? To'xta xotin. O, Birpas o'tirgin, gapim bor. xo'p. Tinchlikmi? O'tir. Nima gap? Voy bo'ldi qilinglar, ey bolajonlar. Iltimos, to'polon qilmanglar. Hoy, qizim, boring, bolalaringizni uxlating, Xo'p, baraka bolalajon. topkur. O'g'lingiz kelgandilar. A? Yo'q, ey. Ha, Oyijon, yaxshi o'tiribsizlarmi? Voy bolam, keldingmi? Ishlaring Yaxshi, yaxshimi? Keling. dadasi, bolalarga Xo'p, qarayman. xo'p. Ey, Yaxshimisiz oyijon? Charchab qolmayapsizmi? bular bilan charchab bo'ladimi, o'g'lim? Ha, ertaga birpasda katta bo'lishsa, shu to'polonlarni ham sog'inib yuramiz keyin. Amolga kelgan anavi kattang rosa yugurtiryapti-da. Seni o'zing bolaliging. Ha endi o'zingiz bilasiz-ku. Menga qara bolajonim. Sen ovqatingni yeb turgin, xo'pmi? Men kelinga qarashib oray. Ularni bilasan, uxlatish qiyin. Xo'p? Ha, yo'q, ovqatingni bemalol yeb olar. Bo'ptimi? Bo'la qol bolajonim. Ishdan charchab kelgansan. Xo'p. Sekinroq. Qani yuringlar, birga uxlaymiz. Men sizlarga ertaklar aytib beraman. Ha? Akmal aka, qachongacha shunaqa qilib yashaymiz? Qachon o'zimizni oilamiz, uyimiz bo'ladi? Lola, bilasan-ku, meni oilam, farzandlarim bor. Ulardan voz kechish men uchun o'lim bilan barobar. Lekin uyga borgim ham kelmayapti. Xotinim yaxshi ayol. Lekin biz ikki xil dunyoda yashaymiz. U faqat ro'zg'or deydi. Meni erkak sifatida unutib qo'ygan. Sizni tushunaman. Lekin sizga to'g'risi rahmim kelyapti. Shuncha mehnat qilib uyda biroq shirin so'z eshitmaysiz. Endi og'ir deyman-da. Bir yo'lini qiling. Shunaqa yashirinib yururmaymiz-ku. Sizga haqiqiy ayol mehri dam oladigan maskan kerak. Men sizni intizorlik bilan kutishdan charchadim. Bilmayman Lola. Ajrashay desam, 3 ta bolam bor. Siz yuragingizga quloq soling.
Men sizga uyingizni tashlang demayapman-a? Faqat menga ham halol xotin bo'lish huquqini bering. Axir meni ham baxtli bo'lishga haqqim bor-ku, to'g'rimi? Albatta haqlisan. Men ham shuni kecha kunduz o'ylayapman. Kecha Ra'no bilan gaplashmoqchi bo'ldim. Lekin u hatto men bilan 5 daqiqa gaplashishga vaqti yo'q. Unga aytishingiz shart emas. O'zingiz aytyapsiz-ku, sizga vaqt ajratmasa, nima qilasiz u bilan maslahat qilib? Shunday qilsa bo'ladimikin deb o'ylaganimda. Voy, u sizga adolat bilan muomala qilmayapti-ku. Nimaga siz uni ko'ngliga qarashingiz kerak? Lekin bola bahona bo'la olmaydi. Eriga mehr beraman desa, qanchasini ko'rganman. 4 ta bola bilan ham o'ziga, eriga vaqt ajratsa bo'ladi. Men sizga har doim vaqt ajrataman. Sizni birinchi o'ringa qo'yaman. Faqat yonimda bo'lsangiz bo'ldi. Nimadir yeylik? Ha, gaplarim bilan to'yib qoldingizmi? Qani menyuni beringchi? Mana. Istaganingni tanla. Men shirinli yeyman. O'zimga o'xshagan. Ha, mayli, bemalol. Boshim qotib qoldi. Nima qilishni bilmayapman. Ra'no bilan gaplasha olmadim. Lola esa to'y qilaylik dedi. Akmal, boshingni qotirmagin. O'zingni qiynab nima qilasan? Lola seni sevsa, sen uni desang, uylanib qo'ya qol, tamom. Ikkinchi xotin qilib olib bo'ldi. Lola ham qarshi emas-ku. Qo'ysangchi Botir. Hozirgi zamonda bunaqa narsalar mumkin emas. Qonunchilik degan narsa bor. Qamalib ketish hech gap emas. Ra'no bilib qolsa-chi, ha? Axir unga aytmadim. Onamchi? Onam nima deydi? Soddasan-da, o'rtoq. Qara, qanchasi yuribdi-ku, 2 ta xotin bilan. Hech kim bilib qolmaydi. Agar kallangni ishlatib ish qilsang bo'ldi. Lolaga oila quramiz de. Lekin birinchi oilam bilan bolalarimga tegmaysan deysan. Muhimi, ehtiyot bo'lib yursang bo'ldi. Ikkala tomonni ham ta'minlab qo'y. Senga kim nima deydi? Unisiga Ra'no bilib qolgan taqdirda ham o'zing aybdorsan deb bo'ldi, tamom. Shu bilan muammo yechiladimi? Albatta-da. Ra'no uyda bolalar bilan ovora bo'ladi. Seni qayerdaliging bilan ishi ham bo'lmaydi. Lola esa seni kutib oladi, mehr beradi. Ha? Asablaring joyiga tushadi. Erkak kishiga tinchlik kerak. Sen qo'rqma. Bir marta yashaysan hayotda. Senga havasim kelyapti-da. Senga mazza. Qo'ysangchi bunaqa gaplarni. Yaxshi keldingizmi? Charchamadingizmi? Ha, rahmat. Keling, ustezligini yechib qo'yaman. O'tiring. Siz uchun qaynoqqina choy ham damlab qo'ydim. Kelishingizga. Hozir manti ham pishib qoladi. Oling. Siz uchun ataylab manti qildim. Mana buni hayot desa bo'ladi. Uyga borgim ham kelmay qoldi. U yerda faqat janjal. Bolalarning yig'isi. Ra'noni pul bering, uni olib bering, buni olib bering degan gaplari. Endi ularni o'ylamang. Bu yer siz oromgohingiz. Bu yerda faqat dam olasiz, ha? Men sizga hech qachon ortiqcha gap gapirmayman. Faqat siz roziligingiz men uchun kifoya. Axir, siz meni begimsiz-ku. Rahmat jonim.
Senga uylanib baxt nimaligini his qilyapman. Anchadan beri o'zimni bunaqa baxtiyor his qilmagandim. Akmal aka, Hmm. bugun dugonalarim bilan do'kon aylandik. Kecha sizga aytuvdim-ku, esladingizmi? Ha, esladim. Tinchlikmi? Shu desiz, shunaqa chiroyli ko'ylak ko'rib qoldim, lekin ozgina qimmat ekanda. Bergan pulingiz yetmay qoldi. Nega menga aytmading? Kartanga tashlab yuborardim. Uyaldim-da. Axir ikkita oilani boqyapsiz. Shunga sizga og'irlik qilmay dedim. Sen bu narsalarni o'ylama. Juda ham mehribonsan-da, Lola. Boshqalarning ikkinchi ayoli rosa pulga tushiradi. Sen esa meni o'ylaysan. O'ylama. Men sening uchun ishlab topaman. Bitta emas, ikkita ko'ylak olasanmi? Mayli, lekin ikkita ko'ylak qimmat bo'lib ketadi, Akmal aka. Hop, qancha bo'ladi? Shu $300 bo'lsa kerak. Endi to'g'ri, katta pul emas. Endi baribir qiynalib qolmang. Bor yo'q 300 mi? Bo'ldi. Mana 500. Voy, rahmat Akmal aka. 300 ga ko'ylak olib, qolganini o'zingga ishlat. Rahmat. Biram qo'li ochiq insonsiz. O'zi ikkita ko'ylak yoqqandi. Bilgandek berdingiz-a? Sezasiz-a? Seni bilaman-da. Yetadimi? Yo yana kamchiliging bormi? Yo'q, yetadi. Ha, ovqat ham pishib qolgandi. O'tirib turing, hozir solib kelaman. Xo'p, choy ichib turing. Hozir. Assalomu alaykum dadasi. Namuncha ochishing qiyin. Keldingizmi? Namuncha kech qolib ketdingiz? Telefoningiz ham o'chiq. Rosa xavotir oldim. Ishlarim ko'payib ketdi. Telefonning quvvati tugadi. Bo'ldimi? Dadasi. Bolalaringiz sizni kutib uxlab qolishdi. O'g'illaringiz dadam bilan o'ynayman deb rosa yig'lashdi. Sizga nima bo'ldi o'zi? Oxirgi kunlari o'zgarib qoldingiz. Meni eshitmayapsiz. Ra'no, bo'ldi. Boshimni og'ritmagin. Har kuni bir xil gap. Yig'lagan bo'lsa bolalaring ovutgin. Xotinsan-ku. Meni tinch qo'y. Kiyimlarim qani meni? Hozir. Qizim, Oyjon. Akmaljon hali ham kelmadimi? Yo'q. Ishxonasiga qo'ng'iroq qildingizmi? Telefonlariga tushib bo'lmayapti. Oxirgi paytlari doim shunaqa. Menga qayrilib ham qaramaydilar. Nima gunoh qildim? Hayronman oyi. Ovqatga ham o'zimga ham befarq bo'lib qolganlar. Xuddi bu uyga uxlash uchun kelayotgandek oyijon. Qizim, o'g'limni bilaman. U yomon odam emas, bolajonim. Lekin bolajonim, erkak kishiga faqat issiq ovqat, toza uy kamlik qiladi.
siz bolalaringiz bilan ro'zg'or bilan bo'lib o'zingiz unutib qo'ydingiz. Ishdan charchab kelganda qarshisida faqat uy bekasini emas, go'zal ayolni ko'rgisi keladi. Ertadan boshlab o'zingizga qarang. Kiyining, pardoz andoz qilib oling, kulib kutib oling. Ro'zg'orga kelsak, o'zim qarachaman. Bolalaringiz ham katta bo'lib qoldi. Ularni bog'chaga beramiz. Kichkintoyingizga o'zim qarayman. Eringizni ko'nglini ko'taring-da, bolajonim. Haqsiz oyijon. Akmal akamga umuman qaramay qo'ydim. Balki o'zi bilmagan holda xafa qilib qo'ygandirman. Siz unisini o'ylamang. Erkak kishi bir og'iz shirin so'zga eriydi. Qattiq gapirsa ham yaxshi gapiravering. Mehr bersangiz, albatta mehr ko'rasiz. Yana sizga ko'ngli tushadi, qizim. To'g'ri aytasiz oyijon. Rahmat sizga. Siz bo'lmasangiz siqilib o'tirgan bo'lardim, oyi. Oyimga yeta olmasam. Men ham oyizman-ku, bolajonim. O'zimga aytavering. Bilganimcha o'rgataman. Xo'p? Rahmat oyijon. O'zim aylanay sizdan. Endi-chi, qizim? Hozir siz borib tayyorlaning. Chiroyli kiyimlaringizni kiying. O'zingizga qarang. Pardoz andoz qilib oling. Bolalaringiz ham uxlagan. Bahonangiz yo'q. Boring. Xo'p bo'ladi oyijon. Hozir. Rahmat oyijon. Hop. Akmal aka, yana ketasizmi? O'zi endigina kelgan bo'lsangiz. Sizsiz bu uy huvlab qoladi. Bugun qolsangiz bo'lmaydimi? Siz yoqtirgan filmni birgalikda ko'rardik. Lola, bilasan-ku. Uyga borishim kerak. Oyim, bolalar. Ra'no ham xavotir oladi. Ra'no, faqat Ra'no ekanda. U sizni umuman tushunmaydi-ku. U yerda faqat boshingiz og'riydi. Qarang, men sizni qanaqa kutib olaman? Mana shunaqa. Sizga faqat men kerakman, to'g'rimi? Faqat sen keraksan. Sen bilan o'zimni baxtli his qilaman. Baxt nimaligini seni oldingda tushundim. Mayli, yana biroz qolaman. Ko'ndirding. Bo'ldi. Unda men popkorn olib kelaman. Bugun hech qayerga ketmaysiz. Kiyimlaringizni almashtiring. Xo'p. Ra'no. Ra'no. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Xush kelibsiz. Siz uchun eng yaxshi ko'rgan taomingizni tayyorladim. Bu nima ahvol? Tinchlikmi? Qayoqqadir ketmoqchimisan? Yo'q, o'zim. Sizni chiroyli kutib olgim keldi. Sizni sog'indim. Nimalar deyapsan, ha? Yig'ishtir bu quloqlaringni. Maqsadga o't. Biror narsa kerakmi yo pul kerakmi? Ha? Bunaqa spektaklingni qo'yma menga. Tushunding? Yo'q. Men Bo'ldi. shunchaki Ishdan charchab kelganimda shunaqa ishlar qilib turasan, ha?
Mana bu atringni hidi boshimni og'rityapti. Ra'no, kiyimlarini tayyorladingmi? Ha, tayyorlab qo'yganman. Keling, o'tiring. Nonushta tayyorlab qo'ydim. O'tiring. O'tiring. Qarang, siz yaxshi ko'rgan qahvadan tayyorlab qo'ydim. Mazza qilib ichib oling. Ishga kech qolayotganimda, mayli. Oling. Ha? Bugun qanaqadir bayrammi? Mm-mm. Ertalabdan chiroyli kiyinib olib, girdi kapalaksan. Yo'q. Bayram bo'lishi shartmi? Siz meni sultonimsiz. Sultonimni chiroyli kuzatish meni vazifam. To'g'ri, vaqtim bo'lmasdi. Lekin endi bolalarni bog'chaga berib, sizga vaqt ajratmoqchiman. Qo'ysang shunaqa gaplaringni. Yosh bola emasmisiz? To'g'risini ayt. Biror tilla zanjir olmoqchimisan? Yo onangga ketmoqchimisan? Yo'q, hech nima kerak emas. Siz faqat kulib yursangiz bo'ldi. Ey. Mayli. Ishtaham yo'q edi-yu, shuncha tayyorlabsan. Mayli. Ha? Nega unaqa qilyapsan? Qanaqa qarayapman? Mayli. Ha? Meni ishtaham yo'q. Men ketdim. Voy. Qayerga ketyapsiz, dadasi? Choyingizni icha olmaysizmi? Yo'q, keyin icharman, bo'pti. Voy. Dadasi, Ha, qahvangizni ichib keting. hoppa. Assalomu alaykum. Yaxshimisan, o'rtoq? Do'stim, yaxshimisan? Tuzukmisan? Na do'stim, kayfiyating yo'q. Halovating buzilgan. Tinchlikmi? O'rtoq, xullas yordaming kerak. Xo'p, qanaqa yordam? Xotinimga nima bo'lganini tushunmayapman. O'zgarib qolgan. Kecha meni yasanib kutib oldi. Ertalabdan qanaqadir mehribonchilik qilyaptimi? Yo qo'pol gapirsam ham kulib o'tiribdi. Oshna, xursand bo'lsang-chi? Ikki tomondan mehr ko'rasan. Biri uyda, biri ko'chada. Axir hammani orzusi-ku bu. Hazillashmagin. Xullas, bugunchi u menga kulib gapirganda xuddi to'yimizdan oldingi Ra'noni ko'rganday bo'ldim-da. Yuragim boshqacha bo'lib ketdi. To'g'risini aytsam, xuddi uni yana qaytadan sevib qolayotgandekman. Oho. Mana bunisi kutilmagan holat. Demak, ikkinchi xotin missiyasi ish berdi-da. Xotining raqobatchi borligini sezmasa ham o'zini o'zi isloh qildi. Bu senga foyda-ku. Bilmadim. Hammasi g'alati-da. Bunaqa o'zgarishlar birdaniga. O'rtoq, seni o'rningda bo'lganimda xursandchiligimdan do'ppimni osmonga otgan bo'lardim. Atrofingda parilar girdi kapalak. Mazza-ku. Shunaqamikin, ha? Ha? Sen o'zi qanaqa qilib ikkita xotin bilan yashayapsan? Bittasiga qo'pol gapirib, ikkinchisiga shirin gapira olmaysan-ku. Mumkin emas axir. To'g'ri aytasan.
Ikkalasiga ham baravar muomala qilishim kerak. Ana endi o'zingga kelding. Yur, yo'l aka, uyimga tashlab o'tarsan? Bo'pti, o'tir. Lolaniki ketayotgandim. Ha, bo'pti, yo'ling Yo'lim. ekanu. Chiq. Akmal aka. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Sizga nimadir bo'ldimi? Siz uchun yangi olgan ko'ylagimni kiyib chiqdim. E'tibor ham bermaysiz. Charchagaman shekilli-da. Yarashibdi. Nima bo'ldi? Yoki ishxonangizda biror bir muammo bormi? Yo'q. Ishxonada hammasi yaxshi. Unda nima bo'ldi? Yoki ana u xotiningiz qiliq qilyaptimi? Menga bemalol aytishingiz mumkin. Axir sizni doim tushunganman-ku. Bunaqa masalani sen bilan gaplashish noto'g'ri bo'ladi menimcha, Lola. Baribir ayollik rashki degandek. Voy, kimdan rashk qilaman? Axir u sizni birinchi ayolingiz bo'lsa, keyin men sizni undan emas, u sizni mendan rashk qilsin. Har holda mehr berganda menga uylanmasdingiz-ku? Lola, hozir vaziyat o'zgardi. Boshim qotdi. Sen aqlli ayolsan. Har doim tushungansan. Xullas, uydagilar o'zgarib qolishgan. To'g'riroq, Ra'no. U, bilasanmi, juda ham boshqacha bo'lib ketdi. Mehribon, kulib turadi. Ilgarilari faqat ro'zg'or derdi. Endi esa menga vaqt ajratyapti. U juda ham g'alati. Lekin qanaqadir yoqimli-da. Shunaqami? Yoqimli deng. Balki sizni qaytarib olmoqchi bo'layotgandir. Mehri soxtadir. Yana siz noto'g'ri tushunmang. Buni rashk qilib aytayotganim yo'q, shunchaki o'zimning fikrimni bildirdim. Soxtaga ham o'xshamaydi-da. Ko'zlarida boshqacha nuri bor. Shu mavzuni menimcha seni oldingda ko'tarishim xato bo'ldi-da. Meni kechir. Yo'q, hech qisi yo'q. Bo'pti. Men bora qolay. Bolalarim kutib qolishdi. Mayli. Yaxshi boring. Mayli. Demak, Ra'no o'yinni boshlabdi-da. Mayli. Lekin Akmal akamni senga berib qo'ymayman. U meniki bo'ladi yoki hech kimniki. Obbo, jonga tegdi. Nima bo'ldi yana? Ketamizmi bugun? O'rtoq, bekor qildim-da Lolaga uylan. Ra'no shunaqangi o'zgarib qolgan, mehribon bo'lib ketdi. Endi Lolani yasama erkaklari yoqmayapti. Tinmay pul so'raydi-ya. Lekin shu avvallari bunga ahamiyat bermagan ekanman. Ra'no bilan hayotim izga tushdi. Lekin Lola tinchlik bermayapti. Endi chidaysan oshna. Qizg'anayotgandir, rashk qilayotgandir. Ikkinchi xotinlarning ko'pchiligi pulni yaxshi ko'rishadi. Buni bilarding.
ikkalasini birda olib borish oson emas, do'stim. Lola kutganida ayol emas. Aytganingdek tinmay rashk qilib qo'ng'iroq qiladi. O'tgan kuni Ra'no telefonni ko'tarib qoldi. Xo'sh, Baxtimga adashdim deb o'chirib qo'ydi. Lola meni hayotimni zaharlayapti. Yo ataylab qilyaptimi bilmadim. Ola qolsangiz-chi, ko'tara qolsangiz-chi. Mana. Qo'ng'iroq qilishni qara. Shunaqa charchab ketdim boru. Qayerdan ikkinchi xotin oldim ha? Be'tibor bo'lganda 1000 marta yaxshi edi. Bunaqa yoqib olgandan ko'ra. mayli do'stim. O'ylama. Hammasi o'z holiga tushib ketadi. Sabrli bo'l. Aytganing kesinda. Maslahatimchi, xotining yomon bo'lsa, avval ajrashginda, keyin uylan. Qo'sh xotinlik umuman bo'lmas ekan. Sen ahvolingni ko'rib, allaqachon xulosa chiqarganman. Kulma. Yer. Tushlik vaqti ham tugab bo'ldi. Qorni ochib ketdi, ishga borish kerak. Yo'ldan u bu narsa olamiz. Hali shunaqa ekanda. Bo'ldi, endi ishi bitdi-da, Ra'nosi shirin bo'lib qoldi. Mendan ketmoqchimisan hali? Ko'rsatib qo'yaman. Shunaqangi afsus qildirayki, dunyoga kelganingga pushaymon bo'lgin. Hozir ko'rsatib qo'yaman. Allo, 102 mi? Men shikoyat qilmoqchi edim. Erim meni aldab yurgan ekan. Uyda xotini borligini aytmay, menga zo'rlab uylanib oldi. Hozir uyda qamalib o'tiribman. Meni o'ldirib ketishidan qo'rqyapman. Yordam beringlar, iltimos. Haligi Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Akmal Nodirov siz bo'lasizmi? Ha, men. Tinchlikmi? Sizni ustingizdan Lola Azimova ariza yozgan. Nima? Tushunmadim. Nimaga? Bu ayol sizni xotiningiz bo'ladimi? Haligi Dadasi. Sizdan so'rayapman, xotiningiz bo'ladimi? ha, Siz Lola Azimovani o'z xohishiga qaramasdan zo'rlagansiz. Oilangiz borligini yashirgansiz. Aldov yo'li bilan uylangansiz. Hamda ayolingizga zo'ravonlik qilib, tahdid qilganlikda ayblanasiz. Qolganini bo'linmada gaplashamiz, yuring. yo'q, tushunmovchilik bo'lgan. Men haligi Bolam, nimalar bo'lyapti? oyi, men haligi Dadasi. Yuring, siz bilan mahkamaga borishimiz kerak. men haligi Bolam, nimalar qilib qo'yding?
oyijon, meni kechiring. Siz haq ekansiz, oyijon. Men ro'zg'orni deb, bolalarni deb Akmal akamni unutib qo'ygan ekanman. Ey Xudo. Uyda mehr ko'rmaganlari uchun boshqasiga uylanib olgan ekanlar, oyi. Hammasiga o'zim aybdorman. Unaqa demang qizim. O'g'lim nomardlik qildi. Sizni nima aybingiz bor? 3 ta bola bilan uyda xizmatimni qilib o'tirsiz. Nahotki shunchalik past ketsa bolam. Bilmadim, oyi. Bir tomondan achchig'im kelsa, bir tomondan o'zing aybdorsan deyapman. O'zingizni ayblamang qizim. Nima bo'lgan taqdirda ham ayoli bo'la turib yana bittasiga uylangani yaxshi ish bo'lmadi-da, qizim. Axir bizni paytimizda ham yashashgan-ku bitta ayol bilan. Sizlar bir-birlaringni yaxshi ko'rib oila qurdilaring. Bizni paytimizda sevgi bo'lgan ekanmi, qizim? Sovchish kelsa berib yuborishardi. Shunda ham eri xotin birga ko'nikib yashashgan-ku. O'zi hozir qo'shqotillik ko'paygan. Lekin oyi, meni eri shunaqa qiladi deb hech o'ylamagan ekanman. Qizim, bu masalani gaplashib hech narsani hal qila olmaymiz. Endi nima qilishni o'ylash kerak. Tushunmadim. Erga tegib olib, endi nega bunaqangi hunar ko'rsatyapti ekan bu ayol? Shuni tagiga yetishimiz kerak, oyi. U bilan gaplashib, nima xohlayotganini bilishimiz kerak. Akmal akani qutqarishimiz kerak. Tushunmadim. Nima qilasiz u bilan gaplashib? Maqsadini aytarmidi? Ha, niyati pulda. Unaqaga o'xshamayapti. Ko'nglim sezyapti. Uni niyati boshqa. Akmal akamni telefoni qolganda. Qizim, hozir. Mana. Alo. Lola, sizmisiz? Men Ra'noman. Akmal akani xotini. Siz bilan ko'rishib gaplashib olishimiz kerak. Iltimos yordaming. Qachondan beri birgasizlar? Sen unga mehr bermay bolalaring bilan ovora bo'lganingdan beri. Kechirasiz. Sensiramasdan gapirsangiz yaxshi bo'lardi. Har holda mendan yoshroq bo'lsangiz kerak. O'zim bilaman. Xohlasang, sen ham sensirashing mumkin. Nima qilasan o'zingdan kimdir yasab olib? Bu shunchaki hurmat. Axir bir-birimizni tanimaymiz. Menimcha, sizlab gapirsak ma'qulroq bo'larmidi? Ey, gapni ko'paytirmay maqsadga o't. Har holda menga aql o'rgatish uchun kelmagandirsan bu yerga. Unda sizga savolim bor.
Nega Akmal akani ustidan yozib berdingiz? Chunki yozishga arziydigan ish qildi. Indamasam menga uylanib olib, sen tomonga ketishni boshladi. Xo'sh, senchi nima qilding? Eringni yana o'zingga o'qitib oldingmi? Bu bilan nima demoqchiligingizni tushunmadim. Nimaga endi shuncha payt beparvo yurgan odam menga uylangandan keyin mehribon bo'lib qolding? Ja, shunchalik bir-biringni sevarkansan, nima qilarding beparvolik qilib? Xo'sh, endi nima qilishim kerak? Menga uylangan u. Mas'uliyatni bo'yniga olgan. Lolaxon, men nima bo'ldi deb so'ramadim. Siz nima xohlayapsiz? Shuni bilmoqchiman. Menga hech nima kerak emas. Shunchaki alamimni olmoqchiman. Iltimos, o'ylab ish qiling. Arizangizni qaytarib oling. Iltimos sizdan. Akmal akani qamoqqa tiqmang. Ular yomon odam emaslar. Nimaga qaytarib olarkanman? Seni yoningga borib maza qilib yashash uchunmi? Mendan kechib Ranoyim deb ketish uchunmi? Yo'q. Endi u qamoqda chiriydi. Men bilan o'ynashish kerak emas edi. Keling, siz bilan kelishib olamiz. Arizangizni qaytarib olsangiz, men Akmal aka bilan ajrashaman. U kishi sizga qoladi. Baribir men emas, sizni tanlab bo'lgan ekanlar. Faqat ozod bo'lsalar bo'ldi. Faqat umuman ko'rishmaysizlar. Yo'q. Siz nima desangiz shu. Mayli. O'ylab ko'raman. Qizim, axir qayerga ketasiz a? Men sizni hech qayerga yubormayman. O'g'lim xato qilgan bo'lsa o'zi javob bersin. Siz meni bolamsiz-ku, uyimni chirog'isiz. O'sha insofsiz ayolni men hech qachon bu ostonaga qadam bostirmayman. Oyijon. Men Akmal akamni qutqarishim kerak. Lolaga va'da berdim. Agar men ajrashmasam, u arizasini qaytarib olmaydi. Bolalarimning otasi qamalib ketsa, men qanday qilib yashayman? Mayli. O'sha ayol bilan yashasinlar, tinch yursinlar, sog' bo'lsalar bo'ldi, oyijon. Yo'q qizim, ketmang. Meni kimga tashlab ketmoqchisiz jonim bolam? Men sizni qizim deganman. U bilan yashasa yashaversin, qarshiligim yo'q. Lekin siz meni kelinimsiz. Axir 3 ta bolangiz bor. Nevaralarim bilan sizni qayerga qo'yib yuboraman, a? Bilmadim, oyijon. Bilmadim, nima qilish kerakligini bilmayapman, oyim. Bir tomonda Akmal aka, bir tomonda farzandlarim. Oyi, nima qiling? Yig'lamang, jonim qizim, yig'lamang. Bu ham bir taqdir zarbalari-da. Ko'rasiz, hali hammasi iziga tushib ketadi. Yig'lamang, jonim bolam, Oyijon. yig'lamang. Yig'lamang. Bu uyda nabiralarimni haqqi ko'proq, jonim bolam. Men sizni hech qayerga qo'yib yubormayman. Hech qayerga ketmaysiz. Oyi. Siz nega keldingiz? Keting. Meni kechir Ra'no, iltimos. Tuhmatga qoldim. Hammasini tushunib yetdim. Men xato qildim. Keting dedim sizga. Men Lola bilan kelishib bo'lganman. Sizni deb o'z vaqtimdan kechdim. Endi va'damda turishim kerak. Sizni ko'rishni xohlamayman. Keting deyapman, keting. Yo'q, Ra'no, bu nima deganing axir? Men qanday sizlarsiz yashayman? Keting dedim Akmal aka. Yaramni yangilamang iltimos. Ket bolam.
ket bu yerdan. Oyi, iltimos. Hech bo'lmasa siz meni tushuning. O'sha tanlagan xotining yoniga bor. Bizni shu kuylarga soldingmi? Endi o'sha bilan yashab ket. Oyi, Qizim, yashayning oping. oyi, Ra'no. Axir meni Keting. tushuninglar, iltimos. Keting dedim. To'xta, Ra'no. Oyi, Ra'no. Keting. Ra'no. Bolam, bolam. Voy, keling. Aytgandim-ku baribir menikisiz deb. Xotinchi sizdan voz kechdi. Men sizni qutqarib qoldim. Sen hammasini uyushtirding. Ha? Uyushtirding, to'g'rimi? Shundaymi? Uring, uring. Qo'lingizni ko'targan kuningiz 102 ga qo'ng'iroq qilaman. Endi faqat menikisiz. Chidab yashashga majbursiz. Marhamat, kiring. Jonim. O'tiribman, nima ham qilardim sizni kutib. Bir o'zim zerikib o'tiribman. Xotiraming. Jonim, erim ishda. Bemalol kelavering, xo'pmi? Men sizni juda ham sog'inib ketdim. Ko'rmasam bo'lmaydi. Siz ham sog'indingizmi? Ko'rgim kelyapti. Tezroq keling. Sog'inib ketdim-da. Sizni juda ham yaxshi ko'raman, bilasiz-a? Juda ham sog'inib ketdim. Kim bilan gaplashyapsan? Voy, Ha? assalomu alaykum Akmal aka. Kim bilan? Haligi dugonam bilan gaplashayotgandim. Dugonang bilan sizlashib, jonilab gaplashasanmi? Ha, biz shunaqa gaplashamiz. Yo'q. Qani, telefoningni ber. Ber. Yo'q, Ber. Ber deyapman senga. bermayman. Ha, nima bo'pti kimdir bilan gaplashsam? Nima qilasiz? Nimadir gapingiz bormi? Ha, gaplashaman, nima edi? Hali seni deb. Oilamdan, Ra'nodan kechdimmi? Nima endi? Men sizga vafodor bo'lib yashashim kerakmidi? Siz baribir o'sha Ra'noyingizni sevasiz. Menga esa pul beradigan bankomatsiz. Oh! Agar mana shu yo'l bermaganingizda, hayotda sizga turmushga chiqmasdim. Yana o'zingizcha kamiga meni mensimaganingizga o'laymi? Shunaqa darding bor ekan, nega 102 ga yozib berding? Ha? Uy talab qilib tinchgina ajrashsang bo'lardi-ku. Ha, nimaga tinchgina ajrashar ekanman? Meni bir tiyinga olmas ekansiz. Tinchgina ajrashamanmi? Meni orqamdan qanchasi yuradi bilasizmi? Bor o'shalaringga unda. Bor. Nima qilarding meni hayotimni buzib? Sen oilamni buzding. Erishmaguncha qo'ymading. Endi bu ishlaring nimasi, Lola? Nimasi? Xullas men sizdan charchadim. Zerikdim. Oldin ko'zimga boshqacha ko'ringan ekansiz. Hozir topishingizni ham tayini yo'q. O'zingizga ham qaramay qo'ygansiz. Xullas yoqmayapsiz. Bo'ldimi? Unda bu gunoh hammasini to'xtatamiz. Javobingni berdim. Daf bo'l bu uydan. Ha? Qayoqqa ketaman? Bu uy sizniki emas, meniki. Uylanganingizda va'da bergansiz. Esingizdan chiqib qoldimi? Xo'p. Shu uy senga sadaqa. Lekin meni hayotimda endi senga joy yo'q. O'sha topganlaring bilan yashab baxtli bo'lgin. Xo'pmi? Baxtli bo'l. Yashayman ham. Baxtli ham bo'laman.
eshigini yopib qo'ysam bo'lmasmidi? Ha? Ra'no. Ra'no, iltimos to'xta. Iltimos. Meni o'ldirsang ham roziman. Hammasidan ayrildim. Iltimos, meni kechir. Iltimos. Meni baxtim faqat shu uyda ekan. Shu yerda ekan. Bilmadim. Iltimos Ra'no. Bir marta imkon bergin. Tavba qildim. Qayta bunaqa ishlar qilmayman. Axir bolalarimni sog'indim. Oilamni sog'indim. Iltimos. Kechirasanmi? Bolalaringiz sizni sog'inishgan Akmalaka. Har kuni mendan so'rashadi. Dadasi, siz bizga keraksiz. Iltimos, oilangizni tashlab qo'ymang. Yo'q. Rahmat Ra'no. Men sizlarni hech qachon yolg'izlatib qo'ymayman. Seni dunyodagi eng baxtli ayol qilaman, Ra'no. Hammasi uchun rahmat.